Diqqat aholiga ogohlantirish. Mamlakatimizda +45 daraja issiq bo'lishi va hafta oxiriga kelib esa havo harorati sovib ketishi kutilmoqda. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat ogohlantirish. O'zbekistonda ertaga +45 darajagacha issiq bo'lishi, so'ngra esa shamol va keskin sovuq harorat kelishi kutilmoqda. O'zbekistonda bu hafta qaynaydi. Aksariyat hududlarda havo harorati +40 darajagacha ko'tariladi. Janubiy va cho'l hududlarda esa 42 darajagacha yetishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda esa harorat +36 daraja atrofida bo'ladi. Hafta oxiriga kelib mamlakatga shamolli va sovuq front kirib keladi va harorat kunduzi ham 26 darajagacha pastlashi kutilmoqda, deyiladi xabarda.